Assalomu alaykum Termiz uy savdosi kanali obunachilari. Sizlarga Termiz shahri Ko'rkrezi Mavor uylaridan, G'ishtlik uylaridan umumiy maydoni 64 kvadrat bo'lgan kreditli uyimizni videoobzorini qilish uchun kelib turibmiz. Hozir biz koridorda turibmiz. Umumiy xonalar soni 2 ta. Kreditli. Demak, uyning umumiy tan narxi 430 million so'm deb baholandi. Agar kim kreditni davom ettirib ketadigan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, 168 million so'm bankdan kredit qolgan. 262 million so'm berib, kreditni davom ettirib ketish mumkin. Shunda 168 million qoladi. Umumiy qo'shsak 430 million so'm bo'ladi. Demak, hozir biz katta mehmonxonada turibmiz. Uydagi bitoy texnikalari keladigan bo'lsak, ijarachining ba'zi bir bitoy texnikalari olib chiqib ketiladi, qolganlari qoladi. 2 ta xona G'ishtlik uylardan aziz obunachilar. 9 qavatli uyning 5-etajda lift bor, aslan muammo yo'q. Ko'rkrezi gilam pardalar qilingan, konditsionerlar qo'yilgan. Hozirgi paytda ijarachi turibdi. Bemalol bu hududda 2 million 2200 gacha oilani ijaraga qo'ysak bo'ladi. Demak, barter variant kutish yo'q. Faqatgina kreditni davom ettirib ketishga yoki naqdga sotamiz. Eng asosiysi aziz obunachilar, sanozil alohida, ya'ni hojatxonasi bilan dushovoy alohida hisoblanadi. Ko'rkrezi 80 litrlik arsion qo'yilib, to'liq kafillangan. Bu yerda kommunalkalarda aslan muammo yo'q. Gaz, suv, svetda. Demak, endi esa chap qo'limizda dushovoy joylashgan. Va to'g'rimizda oshxonasi, Ko'rkrezi oshxonasi ham moykalar qo'yilibdi. Bitta ko'hna mebel yasatib, bemalol oshxonani ham chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi. Xolodilniklar bor. Demak, endi esa o'ng qo'limizda o'sha sanozil hisoblanadi. Sanozil ham keng va to'liq kafillangan. Bizni kuzatishda davom eting. Bog'lanish uchun nomer 99 kod bilan 716 53 78.